AQSh dunyodagi eng qudratli davlat. Uning armiyasi eng zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan. Lekin bu davlat ichida bitta joy bor. U yerga nafaqat jurnalistlar, balki hatto senatorlar ham kira olmaydi. Bu yer xaritada bor, lekin aslida qanday joy ekanligini hech kim aniq bilmaydi. Bu hudud zona 51 nomi bilan tanilgan. Ammo bu joydagi haqiqat ko'pchilik o'ylagandan ancha chuqurroq. Bu hududda tungi osmonda ko'rilgan g'alati nurlar, tezlikda yo'nalishni o'zgartiruvchi obyektlar, radarlar tomonidan aniqlanmaydigan harakatlar haqida yuzlab guvohliklar mavjud. Bu oddiy afsona emas. Bu harbiylar ham inkor eta olmaydigan real kuzatuvlar asosida